Boshladik. Mavzu present perfect. Hozirgi tugallangan zamon. Structure. Positive. Subject plus have has plus verb 3 plus object. Misol uchun, I have seen that movie before. Men bu filmni avval ham ko'rganman. Negative. Subject plus have has plus not plus verb 3 plus object. I have not eaten breakfast yet. Men hali nonushta qilganim yo'q. Question form. Have has plus subject plus verb 3 plus object. Has she finished her homework yet? U hali uy vazifasini tugatmadimi? We pay attention to three. Uchta narsaga e'tibor beramiz, asosan. First, Xushnud has passed his exam. He is a student now. Xushnud imtihonini topshirdi. Hozir u talabaga aylandi. Result. Bu birinchisi. Talabaga aylangani. Xushnud imtihonini topshirdi. Hozir u talabaga aylandi. Uning talabaga aylangani. Bu result. Action. Imtihondan o'tib bo'lgani. Imtihonni topshirdi va u imtihondan o'tdi. Shundan keyin hozir u talabaga aylandi. Imtihondan o'tib bo'lgani. Time. Vaqt. Imtihon tugagani. Imtihonni topshirdi. Xushnud imtihonni topshirdi. Demak, imtihon tugagan. Where do we use it? Qachon va qayerda ishlatamiz? Hozirgacha vaqt bilan bog'liq bo'lmagan hayotiy tajribalar haqida gapirganda I have visited France. Men Fransiyaga tashrif buyurganman. Ikkinchisi. O'tmishda boshlangan va hozirgacha davom etayotgan harakatlar haqida gapirganda I have lived in this city for 5 years. Men bu shaharda 5 yildan beri yashayman. Uchinchisi. Hozirgacha bir necha marta sodir bo'lgan harakatlar haqida gapirganda I have just finished my homework. Men hozirgina uy vazifamni tugatdim. To'rtinchisi. Hozirgacha bir necha marta sodir bo'lgan harakatlar haqida gapirganda I have visited London 3 times. Men Londonga 3 marta tashrif buyurganman. Keywords. Kalit so'zlari. Before, oldin, after, keyin, by the time, gacha, qadar, already, allaqachon, just, endigina, hozirgina, until ham, by the time'ni sinonimi, never, hech qachon, ever, qachondir yoki hech qachon, once, bir marta, yet, hali ham, presently, yaqin orada, so far, hozirgacha, at last, nihoyat, since, dan beri, for, ma'lum bir vaqt davomida.